General Secretary Xi has greenlighted a brutal campaign of repression against Chinese Muslims, a human rights violations on a scale we have not seen since World War II. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 19 iyun kuni yana bir qaytam Xitoy hukumatining Hong Kong masalasiga javobgarligini ta'kidlab, Hong Kongdagi demokratiya namoyishini bostirishning Xitoy kompartiyasi tushirgan buyruq bo'yicha o'ttirg'a chiqqan hodisa ekanligini bildirdi. Shuningdek, Xitoy tavasidagi musulmonlarga qartilgan bostirish qilmishiga Xi Jinping yeshil chiroq yoqib beryotdi. O'z fuqarolarini bostirish qilmishi hech qachon novchilik yoki davnolik bo'lgan emas deb ko'rsatdi. Mike Pompeo bu so'zni Daniyaning poytaxti Copenhagen shahrida xizmat ziyoratida bo'layotganda aytdi. U Twitter betida tarqatilgan nutqida Amerika hukumatining navbatda kim bilan nima to'g'riliq so'zlashayotganligini yaxshi bilishi lozimligini, chunki hozir bu hodisaning butun dunyoga emas, Amerikadagi har sohaga bakma oshkora bo'layotganligini, Hong Kongdagi demokratiya talabini qo'pollik bilan bostirib etishning Xitoy xiloflik qilayotgan ko'plagan xalqaro ahdnomalarning biri ekanligini alohida ta'kidladi. Mike Pompeo so'zda hozir Xitoy kompartiyasi va Xi Jinpingning bir qo'lliq loyihasi bilan vujudga chiqayotgan kishilik huquq tafsanchiligining Ikkinchi dunyo urushidan buyongi eng zo'r saviyaga vakillik qilayotganligini, Xitoy xalq ozodlik armiyasining Hindiston chegarasida va qonunsiz zemin da'vosi qilayotgan Janubiy Xitoy dengizida jiddiy vaziyat paydo qilayotganligini, buningga tipik misollar qatorida alohida tilga oldi. Ma'lum bo'lishicha, Mike Pompeo hozirga qadar Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan ziyonkashliklarini ko'p qatim oshkora va keskin iboralar bilan tanqidlagan bo'lib, uning Xitoy hukumatining Uyg'urlar qilayotgan 21-asrning yuziga tushgan dog' degan so'zi ko'plagan muhokama so'rinlarida naql elinayotgan mashhur aqliyalarning biri bo'lib qolmoqda ekan. And in China is home to one of the worst human rights crises of our time. It is truly the stain of the century.